Assalomu alaykum aziz do'stlar. Salomatmisizlar? Mana o 27-aprel kuni ikkinchi yigitlarimiz mana qatori bilinib qoldi. Endi nasib bo'lsa tez kunlarda bunga kultivatsiya bilan ishlov berishni boshlaymiz. Xudo xolasa kami xatosi ham tez kunlarda chiqib ketadi degan umiddaman. Yengilgina yomg'ir bo'lib o'tyapti. Nasib bo'lsa yaxshi bo'ladi degan umiddaman. Mana hammasi tushib ketadi deyman.